Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, biz hozir Toshloq tumani Yakatutga Okito bir chokli mashinkamizni ustanovka qilgani ketyapmiz. Mijozimiz uylariga borib, terib yurg'izib, sizlarga ish davomini ko'rsatib boramiz. Kuzatishda davom etinglar, like bosib qo'yasizlar, kommentariy yozib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Switch olmadi-yu. Birinchi yorug' joyda bo'lib qoldi. Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, Toshloq Yakatutga Okito bir chokligimizni yuklab olib ketyapmiz. Kuzatishda davom etinglar. Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, Yakatutga Kotej mahallasiga keldik. Bu joyga Okito bir chokli mashinkasini olib keldik. Xo'p, odamlar ayoliga mashina olib bera olmayapti, qiziga mashina olib bera olmayapti. Pulni qizg'anyapti. Puli bor odamlarda, puli bor. Endi yo'qladi, to'g'ri tushunamiz. Sabr qilib turibni qilib olay, buni qilib olay deyapti. Lekin Xudo saqlasin, doktoriga tushib qolsa, bitta mashinani puli ishlasa bas 2,5 million pul. Olib beringlar, o'sha ayollaring o'sha mashinaga o'tirib tikib qizdan asabi tinchlanib, ro'zg'orga ham foyda bo'ladi, o'zlarini ham qulaylik tinchiydi. Kuzatishda davom etinglar. Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, biz Toshloq tumani Yakatutga Okito bir chokli mashinkamizni yetkazib keldik. Bizni kuzatib boringlar, mashinkalar kelamiz. Hurmatli kuzatib boruvchilar, mashinaning oyog'ini qatirayotganlarni o'zidan kechirmang. Hamisha birinchi orqa tarafini qatiraylar. Shunda mashinaning oldi ko'tarilib turadi. Agar aksincha oldini qatirib yuborsalar, mashina oldiga munkib qoladi. Sog' bo'ling. Tursam orqa beldamchisini mana qatirib bo'ldik. Endi noshkasini, oyog'ini qatiryapmiz mana. Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, mashinkaning oyog'ini terib oldik, asosiy beldamchisi va oyog'ini podnoshkasini qo'yib oldik. Shu paytda chap tomonlaringdan ikkinchisiga, esdan chiqmasin, chap qo'ldan ikkinchisiga pedalni beragini o'rnatasiz. O'ng qo'ldan uchinchi pedalga solasizlar. Endi pedalni qo'yamiz mana. Pedal bo'sh turishi kerak, eslaringdan chiqmasin. Pedal bo'shroq turadi. Sabab bu o'ynash kerak, qattiq qolmasa kerak deb o'ylayman mana. Bu juda ziyonli. Pedal mana shu holatda mana o'ynab turish kerak. Mashinkani oyog'ini orqa tomoniga o'tib olib, o'zlaring mana shu dumaloq teshigi orqa tomoni hisoblanadi. O'ynyapmizmi? Mana shu dumaloq tomon orqa tomoni hisoblanadi. Shundan bu tomoniga qarab 19 cm orqada qatirasini mana shu 9-10 cm zazov qilish kerak.
Zavodda tekshirib bo'ldi. Zavodda tekshirib kelib turibdi qiladi. İp qo'yadigan stoykasini terish jarayonlari kuzatib boriladi. Birinchi o'rinda ip qo'yadigan joy teriladi. Teshigi bir tomonda yo'q, faqat bir tomonda shu qo'yiladi. Tepadan 6-7 sm pastga ya'ni mana. Ikkinchisi, qorasi bor tomonga buni rezinkasi bor qo'yiladi. Faqat tepasi mana tepali tomon bilinib turishi kerak. Bunday qo'yib berilmaydi. Tepadan 2 sm pastga qilasiz, chiroyliroq chiqadi. Mana ochiq joyi chiroyliroq chiqishi uchun. Ikkovining xomiti bor, mana ulab beradi. Ikkita stoykani bir-biriga ulab beradigan xomiti bo'ladi. Stoyka bobinasi terildi, 70-80%. Endi tarelkalarni qo'yamiz. Sakkiz kurushda qatirib bersizlar buni. Yo'q. Yuk kelayotganda kerak bo'ladi. Konteynerda stol qirog'i pachoq bo'lmasin. Ba'zi onasan endi. Birinchi o'rinda temir shaybani qo'yyapmiz. Keyin rezinka shayba qo'yiladi. Stoykani joyiga tashab shaybasini qadirib beriladi, gaygasini. Muzabchaslarda mana shu ichidan chiqayotgan narsa. Birinchi o'rinda mana golovkani ushlab turadigan, mashinkani ushlab turadigan narsa. Ikkinchisi katta ikki dona rezinka chiqadi. Bu osha-moshada o'rniga qo'yilgan rezinka. Bundan keyingisi mana shu ochiq tomoni chap qo'llaringda bo'ladi. Oldilaringga mana katta rezinkadan qo'yiladi. Bu tomoniga ham xuddi shu katta rezinkadan qo'yiladi. Orqasiga endi ikkita kichkinasi qo'yiladi mana. Bularni tushadigan joyi mana. Mana shu yerga qarab qo'yasizlar. Boshqachasini qilib bersanglar ham tushmaydi. Mana tushgan holati. Endi bundan keyin mana qo'zi qorinni qo'yish esdan chiqmasin. Yog'ni qaytaradigan narsa. Lapga ko'taradi ham yog' tushib qoladi, to'kilmasligi uchun. Hamisha paddoni boltimida qatirib berish kerak. Maşallah. Qatga joylaymiz endi, mashina qatga qo'yaylik. Endi bittasini bichimlari qopga olib do'konda, skillar tomchi qolib, qarab qo'ydim-da, qarasa qaychilikni yuklab olgan ekan. Yuklab olishga sal qolgan ekan.
Lapki ko'taradi hamma. Endi nastroyga olyapmiz. Bu endi lapki ko'taradi hamma. Hurmatli ko'ruvchilar. Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, mashinkani ishlatyapsizlarmi? Chevarlar bir haftada bir marta qiladigan ishlar. Makina sug'urib olinglar. Lapkani ruchini ko'tarib qo'yinglar qo'lda orqadan. Tezligini maydan ko'tarib 3,5 mingdan o'tib qolsa bo'ldi tezligi. Pedalni ezib turasizlar mashinada. Mana bu yerda yog'ni ko'rishingiz bilan, yog' ko'rinishi bilan ko'zingizga 30 gacha sanab turasiz. O'shanda mashina o'zini o'zi yog'lab oladi hamisha. Sizlar naycha urayotganimda yog'layapti deb o'ylaysizlar, naycha 9 sekundda to'ladi. Bu 30 sekundda yog'lab oladi o'zini o'zi. Sog' bo'linglar. Qani qilyapti? Yoqtiruv mashinasi. Mana biz Okito mashinasidan zakaz qildik, olib kelib berishdi. Mashina rosa yaxshi ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar. Mashina bilan bunaqa mashinalarda farqi bor ekan. Qulayliklari ko'p ekan. Maslahat berasizmi qolganlarga ham olasiz? Maslahat beraman. Yaxshi kunlarimizga xizmat qilsin. Iloyim zayin xizmat qilaversin. Hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, mana Toshloqda aka tutiga olib kelgan mashinkamizni ustanovka qilib bo'ldik. Hamma yo'llarni tikib tekshirib, opamiz o'zlari tekshirib oldilar. Kimgadir shunaqa mashinkalar zarur bo'lsa, bemalol bizga pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlar mumkin. O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmatlarimiz bor. Mashinkalarimizga 1 yil garantiya beramiz, kafolat beramiz, ya'ni. Sog' bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Like va podpiskani unutmanglar. Iltimos, kommentariyada fikrlarni yozib ketinglar. Sizlarning likelar bilan kommentariyalar bizning videolarimiz reykka chiqishiga yordam beradi. Sog' bo'linglar.